Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bugungi uy-joyimiz Toshkent viloyati Quyi Chirchiq tumani Abay MFI Layman mahallasida 12 sotix hovlimiz 6 xonali uyi bilan sotuvga chiqdi. Fasad qismimiz 47 ga 25 metr. Uglovoy joyda. Maktab, bog'cha hammasi yonida. Bu joyimizni oldin ham reklama qilganmiz. 50 ming dollarga qo'ydik. Narx yana tushdi. 45 ming dollarga hozir narx qo'yishdi. Yana kelib ko'rsanglar, yana o'tib beradigan joyi bor. Zudlik bilan sotish kerak. Egalariga pul zaril. 6 xonali uyi bilan yashash sharoitlari yaxshi. Fasadi ham juda ham keng. Uglovoy molxonalari bor. Bu yerda mana огород ham juda ham keng bo'lgan. Hamma sharoitlari bor. Hammom, tandirxona, bu yerda letniy kuxnya. Ichlarini ko'ramiz. Ayvon. Потолок qismi ham juda ham baland. To'g'rimizda 2 xona. Bu yerda spalni. Kirganimizda chap qo'limizda kiraverish. Kattagina zali bor. Потолоклari ham juda ham baland bo'lgan. Tomonimizda ikkita xona, detskiy. Bu yerda kuxnya. Alohida xonasi bor. Gaz, svet, suv, kommunikatsiya hamma xizmatlari o'tgan. Ariq suvlari ham bor bu yerda. Kimga qiziq bo'lsa, pastda egalar nomerini qoldiramiz, to'g'ridan to'g'ri o'zlariga telefon qilib baraka qilaverasizlar.